Assalomu alaykum, mani hurmatli kuzatuvchilarim, mani obunachilarim, hammalar sog' salomatmisizlar. Payshanba tongini xayrli boshlab oldinglarmi? O'rtoqlar, biz mana hozir avtosalonga ketyapmiz. Sergeli tumanida Turon Avto, Bektemir tumanida Avtokar, Toshkent viloyatida esa Shedevr Motors. Hamma avtosalonlarimiz ishlayapti. Xodimlarimiz ish joyida bemalol kelaversanglar bo'ladi. Bizda hozir Nalichada Damas Van Kombi Labo Kubitlarimizni hamma pozitsiyasi, hamma ranglari mavjud. Ularni faqat avtokredit qilib beryapmiz. Boshlang'ich to'lovni 30% qilasizlar. 12 ta viloyatga, qoldiq summadan 9% dan avtokredit qilib beryapmiz. Undan tashqari esa rassrochka so'raganlar uchun rassrochkalarimiz hali ham mavjud. Bemalol kelaverasizlar. Onyx, Tracker, undan tashqari Captivaga rassrochkalarimiz hali ham bor. Bitta pasport evaziga boshlang'ich to'lov 30% to'lab 36 oyga o'zini pulini bo'lib berishga qilib beryapmiz. Pasportlarni tashinglar, tekshirib aytamiz.